Assalomu alaykum do'stlar. Bugungi kunda katta gilos bog'im bor, yoshi katta. Ichiga ko'chat eksammi, buzib tashab o'rniga eksammi degan savol-javoblar ko'p bo'lyapti. Shuni biz 2 yil oldin tajriba qilib ko'rganmiz. Mana bu Valovoy sertsa yoshi 15 yosh. Mana bu endi iskana bo'lgan joyi. Mana ko'ringlar bitta. Mevalar juda ham quyib bo'lgan. Hosildorlikka gap yo'q. Bu hali mana bu yerdan iskana bo'lgan daraxtimiz. Xuddi shunaqa qilib iskana qilishlaring kerak bo'ladi. Kesib tashab turib, yorib iskana qilinadi. Endi baytda iskana qilsak 70 ga 30 ushlaydi. Har xil savol-javoblar bo'lishi mumkin. Yerga ekib, ko'chat ko'kartirib, meva kirginiz uchun 4 yil ketib qoladi. Endi buni iskana qilsangiz 2-yildan meva berishni boshlaydi 100%. Keyin pastdagi iskanani pastidagi daraxt nasos vazifasini bajaradi. Постоянный suv, namlik borligini hisobiga 60-70% ushlaydi. Xudo xolasa iskana qilganingizda mana shu Valovoy sertsa yilda chaman bo'lib gullaydi, lekin meva ushamaydi. Mana xuddi shunaqa qilib iskana qilishlaring kerak bo'ladi. Meva Xudo xolasa yaxshi sortini aytaman, lekin Valovoy sertsadan ancha oldinroq mana bu kunda sotilyapti. 100 ming, 120 ming so'm. Xudo xolasa uni Valovoy bog'i bor do'stlaringizga jo'natib qo'yinglar. Hosildorligi yaxshi, agrobog' vodiy uchun maxsus. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.